Yoshingiz nechida Latviyaga qachon kelgansiz? Yoshim 19 da. Latviyaga kelganimga taxminan 9 oy bo'ldi. Latviyaga qanaqa kelgansiz? Latviyaga o'qishga kelganman. Qaysi universitetga? Eko universitetida o'qiyman. Chastni. Eko universitetini sizga yoqqan tarafi va yoqmagan tarafi. Yoqqan taraflari darslar o'z vaqtida bo'ladi. Ustozlar maksimal darajada mavzuni tushuntirib berishga harakat qilishadi. Hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. Yoqmagan taraflaridan biri bu dars paytida bir xil ustozlarda seziladigan aksent ingliz tilida. Lekin o'qituvchilar menimcha international. Ha, international. Qayerdan kelib o'qitishadi? Italiya davlatida dars berganlar ham bor, Amerikada ham dars berganlar ham bor, Kanadada dars berganlar ham bor. Bu aksent o'zi tabiiy holat. Tabiiy holatda. Aha. Latviyada faqat o'qiysizmi? Ishlaymiz ham. Nima ish qilasiz? Restoranda ko'rib ishlayman. Aha, sir bo'lmasa, oyiga qancha topasiz? Endi oyiga 4 euro, soatiga 4 euro to'lashadi. Endi oyiga o'zim yetadi. Unaqani aytdim. O'qishga xalaqit bermaydi. O'qishga xalaqit bermaydi. Oyiga qancha xarajat qilasiz? Oyiga yeb ichishga shu 150 euro, boshqa boyiga shopping boyiga endi u zavisit qancha. Hammasi общий xarajatingiz. Общий xarajatim maksimum 600 bo'lganmanda. Latviyani sizga yoqqan bitta plyus tarafi и minus tarafi. Bitta plyus tarafi manzarasi juda ham chiroyli, minus tarafi juda ham sovuq. Qishda sovuq bo'ladi. Qishda sovuq bo'ladi. Umuman kuzda ham sovuq, bahorda ham endi ko'rdingiz sovuq, umuman shunaqa narsa bo'ldi.